Penabeton xizmatini originalni so'raganlar bormidi? Biz bugun Farg'ona Rishtonga yetib kelganmiz. Qadrdonlar, bu yerga 400 kvadrat atrofidagi joyga aynan Penabeton mahsulotidan lombos qilib berishyapti. Bu mahsulotning afzaliy tomonlarini sizlarga video davomida tushuntirib o'tmoqchimiz. Marhamat. Akalar, qaranglar. Hozir akalarimiz hamma narsalarni o'zinglar olib kelasizlar, to'g'rimi? O'zimiz olib kelamiz. Uyda egasi, ya'ni joyda egasi nima berish kerak sizlarga? Suv bilan to'kib bersa bo'ldi. Tagidagi membranasini ham hamma mahsulotlardan o'zinglar olib kelasiz. Hamma o'zini olib kelamiz. Gap yo'q. Videoda narxlarni ham aytib o'tamiz. Vassa qoqiladi. Aha. Vassasini o'zlari qoqishadi. Ha, sizlarga taydagi taxtalarni tayyorlab bersa bo'ldi. Tayyorlab bersa bo'ldi. Ustiga mana shu membranani o'zlari qatirib chiqadi. Hozir bu penabeton, to'g'rimi? Penabeton. Hozir juda suyuq bo'lyapti-yu, bu qancha vaqt ichida qotadi? 3 kun, 4 kunda. Odam bemalol yursa bo'laveradi. Ha, bir hafta uzog'i vassa nimasi. Issiq kunlarda 4 kun, 5 kundan o'tib ketadi. Ha, issiq kunda 4 kun, 5 kunda qatiydi. Endi bu mahsulot endi Rossiyada ommalashgan, boshqa davlatlarda ommalashgan. Biz O'zbekistonda ham yaqin 4 yil, 5 yildan beri orasida ko'pchilik qildiryapti. Aynan buni tarkibini asosi sement. Ya'ni bu gipsli bilan adashtirib yubormash kerak-da. Ha. Ko'pchilik gipsli bilan adashtirib qo'yapti, lekin bu original penabeton bo'ladi akalar. Sement, qum, yana nimalar bor? Fibra degan narsasi bor Ha, o'zini. fibra. Ha. Armaturaga o'xshagan, ha? Ha, shunaqa. Ya'ni sichqon bu narsalar teshmasligi uchun shunaqa. Kalamiz sichqon. Kalamiz sichqonlardan qo'rqmas ekan. Hozir bu 400 kvadrat atrofidagi joy. Taxminan qancha vaqtda bitkazasizlar mana shu joyda? Noldan. 2 kunda. 2 kunda tayyorlab ketasizlar. Ha. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat. O'zbekiston bo'ylab. Hozir net santimetr bo'lyapti. Eng baland joyi net santimetr, eng past joyi net santimetr. Eng baland joyi 7 bo'lyapti hozir. Past joyi 5. Yo'q, chuqur joylari 10, 12 ham bo'lib Ha, qolyapti. 10 ham bor, Ha. 7 ham bor. 7 ham bor. Ular standart 10 santimetr deb qo'ysak bo'lar ekan-da. Ha, standart 10 cm. Mana shu 10 santimetrligini 1 kvadrat usaqa material ichida necha puldan qilib berasiz? 45 mingdan. Endi kattaroq kvadratlarga kelishtirib berasizmi biz obunachilarga? Kelishtirib beramiz. 1000, 2000 lirlar chiqadi-yu. Ha, shunaqa kelishtirib beramiz ulardan. Arzonlat qilib bersan. Hozir pastdan chiqyapti bu. Mana pastda tayyorlashyapti-da. Tepaga hozir ikkinchi etajga ham olib bera oladimi bu? Ha, 3-etajga ham o'tadi. Qoyil, gap yo'q. Ikki etajli uylarga ham bo'lyapti. Hozir sizlar loy ustidan ham qilib beryapsizlar, men ko'rdim. Bo'laveradimi axir? Bo'ladi, bo'ladi. Loydan 4-5 barobarga yengil deyishdi buni. Yengil bo'ladi, ha. Issiqni zo'r ushlab beradi. Qanaqa joylarga tavsiya qilasiz? Misol, uylarga qilinyapti, fermalarga, qo'yxona. Shu uy tomga, shu molxonalarga, qo'yxonalarga ham qilsa bo'laveradi. Ular haliga loy qilaman desa, ko'tara olmay qoladi deydi-yu, shu joylarga ham tavsiya qilaverasiz. Ha, ha, hali to'rsini ingichka joylar. Endi aka, loy zo'r, faqat loy kamida 15-20 santimetr bo'lishi kerak-da. Unaqa issiq ushlash uchun. Unaqa loylarni hozirgi usullar ko'tarmayapti-da. Yo'q, u to'rsinlar ham ko'tarmayapti-da. Shuning uchun bu ommalashib ketdi-da. Ha. O'zi misol eng zo'ri loyda. Faqat unga yarasha to'sin usullar bo'lishi kerak. Shuning uchun hozir mana shu uni o'rnini egalladi. Misol 15-20 yil oldin ham xomush uylar qurilgani, to'g'rimi? Hozir mana pishang'ish bo'lib ketdi, gazaboloy bo'lib ketdi. Shuni singari narsada bu ham. Shunaqa penablok. Yana bo'lib ketdi. Mana zamonaviysi shu bo'ladi. Akalar, sizlarga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa eng qimmati necha pul bo'ladi hozir? Eng arzoni misol 40 ming so'mdan boshlanasa deylik. 75 minggacha. U necha santimetrli 75 U ming? 15 santimetrligi. 15. Gap yo'q.